Mushugimizni qorni ochib ketibdi. Ha, kalbasa yeyaptilar. Mazza qilib. Ay, chaynab ye. Bechara esimdan chiqib qopti, bugun bunga ovqat berish. Xafa bo'ldilar hozir mendan. Yeyaptilar. U ishxonaga kelib qolgan mushuk edi. Shunga bir ikkita ovqat berib o'rgatib qo'yibmiz. Mana endi shu yerda yuribdilar, ovqat qidirib. Mana bu yerda bolalari katta bo'lib qolishgan. Aza qilib uxlashyapti bular ham endi. Voy, o'tgan kuni cho'biltirdi-ku, sani qatlaga kirib qorayib chiqding yana ovqat qidirib, ha?